Do'stlik mahallani bilasizlar. Ana unda xo'p nima? Med kollej to'g'risidagi ana bor-ku, metan zapravka bor, prizdan o'tganda. Ona ko'rinib turibdi hozir. Mana metan zapravka. O'shaning oldidan kirib kelasizlar. Kirib kelganlaringda kanal chiqadi. Kanaldan chap qo'lga shunday qayrilasizlar. Ko'chani sanab kelasizlar. 1-chi, 2-chi, 3-chi ko'chadan shunday kirib kelasizlar. Mana yerdan kirib kelasizlar. Mana yerda 5 sotix mana og'ilxonasi, tualeti, yana 30 tonnalik hovuzi bor. Keyin gaz, svet, suv hamma sharoiti bor mana. 5 sotix joy sotiladi. Mana bu 30 tonna suv ketar ekan, ichida suvi ham bor. Hayla ko'ryapsiz, trubasini ulab qo'yibdi. Naryoqda artizan qo'yilgan ekan, bu egasi aytdi, men pulini to'laganman, bizga ham suv kelib turadi dedi. Hozir ichini ko'rdim, yarimdan ko'p suv turibdi mana. Mana bu krandan kelib turadi. Mana joyimiz 5 sotix. Mana 5 sotix hozir o'sha Valsapitgacha boradi-da. Biz hozir o'lchaganmiz, shuncha bo'ldi, yana kelib o'zlaring o'lchab olasizlar-da. Hozir ko'ramiz. Do'stlik mahallasida Sarikasal banksani to'g'risidan kirganda mana shu yerlargacha kelar ekanda. Bu xonaning teshigigacha 5 sotix mana bu yoq. Kiradigan joy o'sha eshik, darvoza, mana devorlari tayyor. Mevali daraxtlari bor. Mana og'ilxonani buzib tashlaysizlar-da, xohlasizlarning uyda quraverasizlar shu bilan. Shu turishiga hamma narsasi ichida 250 million so'rayapti. Yana savdolashib, gaplashib olaverasizlar. Mana og'ilxonasiga ham hozir yaqinroq borib qaraymiz. Mana og'ilxonasi, shu ichida ho'kiz boqadigan joylar ham qilib qo'yibdi mana. Ko'ramiz yaqinroq borib. Mana. Bu yoq tarafdan biz turgan tomondan bog'laysizlar, narigi tomondan yemini berasizlar. Mana shular ana turib o'tib kelgan-ku, polietilen mana oq. O'shandan suv kelgan ana basseynga. Mana shu sizlarga o'tib ketadi ichida. Mana hovuzi, tualeti, mana darvozasi ochiq turibdi, devori. Shu uydan mana kedar katta joy ochiq turibdi. O'sha Valsapit turgan joygacha boradi. 5 sotix o'lchab olasizlar. Qo'shnilar ham yaxshi dedi. Gaz bor, svet bor. Gazni o'zim iminni dedi, men ruxsat berdim, men shu yerdan olib beraman. Promoil katta liniyadan dedi. Egasi. Chunki tortib kelishda biz pulini to'laganmiz dedi. Boshqa qo'shnilarga qaraganda, endi bilasizlar-ki, hamma ham bermaydi. O'shanga kelsa yaxshi qo'shni kelib olsa dedi, xudo xolasa, mana gazdan tortib beraman dedi. Devorlari betondan qilingan, tayyor. Kirib keladigan joy shu metanda oldidan kirib kelasizlar. Bu yoqdan peshkom 16-litseyni oldidan chiqasizlar. Poyezd yo'ldan o'tib.